Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikafon kanalidasizlar do'stlar. Bu ishimizni xudo xolasa Marhamat shahrida qilib beryapmiz. Kimga yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib pardoshga qilib turasizlar. Xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda qilib berdik do'stlar. Hozir esa hali beri to'liq bitgani yo'q. Mana bu turba suvlarni tushirib beramiz. Robotlarni ham tepalarini chiroyli qilib xudo xolasa qo'ldan kelgancha go'zal holda qilib berdik. Endi xudo xolasa uyda egasini travetingni bitirsa, xudo xolasa yana ham xudo xolasa ishlarimiz yana ham ochiladi. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, qoshli fasonimizdan foydalanganmiz. Tarnovini ham qo'yib berdik. Bu tarnovimizning metrini 1 metrini 60 ming so'mdan tarnovimizni qo'yib berdik do'stlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, bemalol sizlar buyurtma bersanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana bitta burchagimizni qoldi. Mana burchagimizni yopyapmiz. Xudo xolasa mana ko'rib baho berasizlar do'stlar. O'ta go'zal bomba bo'lib chiqdi inshaalloh. Hozir kanizimiz mayitimizga yetib qoldi. Xudosi mayli chiroyli qilib olib kelib qo'ysak, xudo xolasa go'zal bo'lib bitadi. Nomerlarimiz 93 kodi bilan 067 1144, 94 kodi bilan 432 61 61 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh keyin navbatda ishimiz sizlarda xonadoniylar bo'lishi mumkin. Mana burchakni hammani yopib beryapti, mana rekalarni to'qib, xudo xolasa go'zal holda qilib beryapmiz. Arzisa do'stlar, bir dona like tugmachalarini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz.